Assalomu alaykum. Bugun Carnot teoremasini isbotini ko'ramiz. Demak, ABC uchburchak berilgan, ichidan ixtiyoriy K nuqta olingan, tomonlariga o'tcha bo'lgan perpendikulyarlar ajratgan kesmalar x, a, y, b, z, c deb belgilab oldik. Shular o'rtasidagi munosabat mana x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat teng a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat ekanligini isbotlaymiz. Bu milliy sertifikatda dekabrda, ya'ni 2025-yil dekabr oyida tushgan savollarda ham shu teorema orqali osongina ishlanadigan misollar tashlangan edi. Demak, ko'ramiz. Boshladik. Isboti. Demak, uchburchagimizni chiziqlar o'tkazib olamiz. K nuqtaga uchidan, uchburchak uchlaridan. Demak, buni nima qilamiz endi? Mana uchburchak uchun bitta, mana uchburchak uchun bitta va mana bu uchburchak uchun bitta ana Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Shunda a kvadrat plus mk ning kvadrati teng ak ning kvadratiga yo'dan y kvadrat plus qk ning kvadrati teng ak ning kvadratiga. Bu mana shu uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'lladik. Endi keyingi uchburchak uchun, mana bu uchburchak uchun b kvadrat plus qk ning kvadrati teng bo'ladi sk ning kvadratiga. Bundan esa z kvadrat plus nk ning kvadrati teng bo'ladi sk ning kvadratiga. Demak, uchinchisi bizda mana bu uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Shunda bular mana e'tibor bersalaringiz, mana AK, BK, SK bular hammasi mana bu uchburchaklar uchun umumiy gipotenuza. Xo'p, x kvadrat plus mk ning kvadrati teng bo'ladi bk ning kvadratiga gipotenuza. Bunda esa c kvadrat plus nk ning kvadrati teng bo'ladi bk ning kvadratiga. Demak, har bittasidan nima qilamiz? Har bittasidan tenglashtirib bo'lsak, a kvadrat plus mk ning kvadrati teng bo'lar ekan y kvadrat plus qk ning kvadratiga. Demak, bundan ham b kvadrat plus qk ning kvadrati, demak qk ning kvadrati teng bo'lar ekan z kvadrat plus nk ning kvadratiga. Bundan ham x kvadrat plus mk ning kvadrati c kvadrat plus nk ning kvadratiga. Demak, uchalasini qo'shib yuborsak, a kvadrat plus b kvadrat bu tomonini bu tomonga qo'yib, bu tomonni bu tomonga qo'ysak-da, c kvadrat bir tomonga qo'yib oldik. C kvadrat teng bo'lar ekan x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat. Chunki mana qo'shib yuborgan vaqtimiz mana bu va mana bu qism bir tomonda, bu qism esa ikkinchi tomonda. Mana ikkinchi tomonda. Shunda mana bu mk bilan bu tomonda turgan mk qisqarib ketadi, qk bilan bu tomonda turgan qk qisqarib ketadi. Keyin nk bilan bu tomonda turgan nk qisqarib ketadi. Shunda isboti kelib chiqadi.